Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan fuqaroning arizasi asosida tezkor tadbir o'tkazildi. Natijada Sergeli tumani gaz ta'minoti bo'limida ishlovchi mas'ul shaxs tuman hududida joylashgan hujjatlari noqonuniy bo'lgan savdo shoxobchasini tanishlari orqali 16 ming AQSh dollariga rasmiylashtirib berish hamda ushbu savdo do'koniga gaz tarmog'ini ulash uchun ruxsatnoma olib berishni va'da qilib 5 ming AQSh dollar talab qilib, jami talab qilingan 21 ming AQSh dollar pullarni murojaatchidan olgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlandi. 21 mingga nima qilib berish kerak edi aka? Do'konni ishlataman degan do'konni beraman dedi. Men ketkizgan rasxotimga. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 4-qismi A bandi, 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz korrupsion jinoyatlarga duch kelsangiz yoki sizda biror bir ma'lumot bo'lsa, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining 102 raqamiga murojaat qiling. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashaylik.